Assalomu alaykum. Ho'p, men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Turg'unov Husanman. 1985-yilda tug'ilganman. Hozirgi kunda men Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 yildan oshiq bo'ldi yashab kelmoqdaman. Hop, men trading sohasi bo'yicha Farruhbekni individual kursida tahsil oldim. İşte 1 oy, 1,5 oy mobaynida. Hop, kurs davomida price action haqida, trading haqida va grafika haqida o'rgandim. Shu grafiklarni bozorda tushib chiqishlarini o'rgandim. O'rgatdilar Farruhbek. Shu kurs davomida qanday muammolar bo'lsa hammasini yozib chizib bo'lsa ham ko'rsatib, real bozorlarni ko'rsatib, tushib chiqishlarini ko'rsatib o'rgatdilar. Tan jonlari sog' bo'lsin. Shu kurs davomida o'sha darslarni o'zlari model qilib bo'lib chiqqanlar, shu modellar bo'yicha o'rgatdilar. Shu modellar ichida menga yoqqani gapiradigan bo'lsam, industrment darsligi bo'ldi, mavzusi bo'ldi. Shu biroz men uchun qiziqarli bo'ldi, chunki shu industrmentni o'rgansangiz qolgan hamma modelni bemalol tushunib keta oladigan darajada bo'lar ekansiz. Tan jonlari sog' bo'lsin. Buni men kimda kim bu kursda o'qimoqchi bo'lsa juda ham yuqori darajada tavsiya qilaman. Albatta bunga qatnashing. Narxlari ham juda hamyonbop. Farruhbek Shukurovni o'zi ham juda qo'lidan kelgancha harakat qilib, tushunmasangiz tushuntiradi qayta. Men juda ham xursandman. Mana hozir price action deganda, grafika deganda umuman hech narsani tushunmasdim. Mana hozir tushunib, o'sha bozorda bemalol ko'ra bilyapman. O'sha savdolarni ham qilishni boshladim, alhamdulillah. Sizlarga ham juda yuqori darajada tavsiya qilaman. Masalan, men Farruhbekka kursga to'lagan pulimga ham mingdan ming roziman. Farruhbek ham juda yaxshi dars o'tdilar. Farruhbek ham rozi bo'lsinlar. Demak, shu Farruhbekni individual kursiga tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat.